vaqtda sizlar bilan reverchega. Xo'p, bolachalar, sizlar ahvollar qanday? Xo'p, o'tib ketgan bo'lsangizlar va taxminlar kuni bilan tabriklayman. Men ham bu skin olganimga qiziqayotgan bo'lsanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bolalar bizni zombi apokalipsisdamiz. Xo'p, bu вообще boshqa joylarda, hamma joyda zombilar bo'lish kerak. Ular 3-kundan boshlab ko'rinishni boshlaydi. Va shu chotki temiraslar yog'ini aytmayman, bo'lmasa qiziqib qolmaydi videoni. Ha, mayli. Ha, aytgancha kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Xo'p, bolalar, mana biz spawn bo'lganmiz. Xo'p, endi birinchi bo'lib biz boshlanishi bilan buyoqlarni astura olishimiz kerak. Bolalar, biz bu zombi apokalipsisda nima qilishimiz mumkin? Masalan, biz baza qo'shishimiz mumkin, yoki konlarga tushish bu katta xato bo'lishi mumkin. Chunki yer ustida birayali zombilar bo'lsa, yer ostida qanaqa zombi bo'lishlarini men o'chig'i bilmayman, tasavvur ham qila olganim yo'q. Xo'p, mayli bolalar, bizda 156 ta bo'ldi. Anchadan beri kanalga video chiqmayotgani asosiy sababi bor. Bu sababni o'zim Telegram kanalimda aytib ketganman. Xo'p, buni qo'yamiz, olamiz. Olamiz. Bo'l tezroq, olan tezroq. Kech tushmaguncha men yotoq yasab olishim ham kerak hali. Toshlar qatta, tosh. Voy, mana, voy, bu shuncha tosh turgan ekan, men toshni vahma qilishimga qaranglar. Xo'p, bizga nechta tosh kerak? Bizga 8 tagina tosh kerak bo'ladi, bolalar. Xo'p, yaxshi. Biz tezroq branyaga ega bo'lishimiz kerak. Zombilar bilan urushib chiqaymi yoki yotoq yasab olaymikin? Bolalar, yangi versiyalarda pushti qo'yib topish asob bo'lsa, bu versiyalarni qolaga joylarda chiqib qoladi. Men buni ham YouTube'imizga qo'yganman. Aytgacha bolalar, men Instagram kanal ochganman. O'tda ham obunachisi normalniy bo'lib qolgan. O'tga ham o'tib obuna bo'lqinglar. Reverchik 9 deb yozsanglar chiqib kelaman men. Xo'p bolalar, sakrimiz. Lava istochniga. Bizga bolalar hoziroq ovqat kerak. To'xtanglar, men ko'mir ko'rdim. Ko'mir, men sana oldinga keldim. Xo'p bolalar, kanalda yangi odamlar bo'lsinmi yo'qmi? Yozib ketinglar. Dazmaga aytsam video olmayman dedi. Shuning uchun o'zim o'tiribman. Nima men daryoni ustida yuribman-a? Savolda. Ответ yo'q. Menga yoqadi. Bolaman, bu Minecraftni tashlab boshqacharoq normalniy Minecraftga o'taymi yo'qmi? Kommentga yozib ketinglar, bu menga qiziq. Chunki ko'pchilik odamlar men Play Marketda ko'rganimda ana 27 megabaytli Minecraft degan o'yinning yangi versiyasini o'rniga eski versiyasini nimagadir so'rashgan edi. Nimagaligini bilmadim. Yangisi qanaqaligini o'zim ham bilmayman. Bir marta yukladim, keyin o'chib ketgandan keyin kirganimda dragonlar urib tashagandim. Mayli endi. Xo'p, mayli. Bolalar, men va'da qilganimni topdim. Mana o'sha pushti qo'y bolalar, aytganimdek bu xolaga joyda spawn bo'lib yotibdi. Men ko'p videolarni pushti qo'yni qidirib 4 ta topib olgandim. Kerak videolarda. Mana uni qaranglar, pushti qo'y bu, pushti. Pushti qo'y chopamizmi? Chopamiz. O'lding, bratish. O'lmadi. Mana endi o'ldi.
Biza qaysi tarafga ketayotgandik? To'q, ovqat. Menga ovqat kerak. Ko'pishni qo'yib olib keta olmasdim. Chunki men samolim ham yo'q. Akamning xolaka joyda spam bo'laveradi. Xo'sh, shu yerda qo'yib qo'ydim. Pushtujun. Pushtujunni ishlatolmaymanmi? Minecraft afsonasida pushti qo'y bo'lgan. Yangi versiyalarda. No, eskisida to'lib yotibdi. Bo'p turadi. Серьезно? Aha, tepaga tezroq. Tez tepaga. Нормально, чётки. Chiqamiz. Bola, bu tarafda cho'l bor ekan. Kon! Mana zombi chiqdi. Mabashiring yo'q. Spawn bormi deyman u? Buni bilish yagona yo'li fakir yasaymiz. Konni ortib chiqish kerak. Konmas ekan bu. Mayli, biz hozir cho'lga qarab let's go. Bola, men bu yerda kon topib oldim. Bular kelishib olganmi nima bola? Bola, biz bu yerda 2 martagacha o'lishimiz ham mumkin. Devanga jo'sh olamiz. Yaxshi. Tak. Yotoq. Qo'y junini ishlatmayman. Uxlaymiz. Bola, mencha vijvaniyamizda hozircha chotga ketibmish. Ketyapti. Bola, biza qidirayotgan joyda ham qishloq bo'lishi kerak, ham kon bo'lishi kerak, ham normalniy qanaqadir loot yoki drop qilinadigan joy bo'lishi shart. Mana qarang, zina. Creeper. Minecraft'larning asosiy dushmani Creeper. Ya skeletmi? Izohga yozib qoldiring. Menga Creeper. Yahoo! Mabashiring oyog'im. Mabashiring oyog'im. Butta quduq bor. Qochib turing, brat. Qishloqchani o'zi yo'q lekin. Qishloqcha bo'lmasa quduqqa nima keragi bor bu yoqqa? Mana shu tarafga ketaveraylik. Ko'ramiz. Chaqda maksimalida turibdan ko'rib olaylik. Uchiq turgan ekan. Men chanqim uchiq bo'lgan ekan. Nima hozir o'lib ketishim mumkin, Men zomin go'shini yeymiz ham. Bo'pti. Tabaga ham bor ekan. Acha bir qishloqqa yetib olay. Agar qishloq chiqsa, ay, uzoqda ko'rinar ekan.
Negadir men sekinlashib qolgan deymanmi? Mayli bo'ldi. Ushbu qismimiz shu yerda tugaydi. Barchaga tomosha uchun rahmat sizlar bilan. Reversh bo'ldi. Barchaga xayr.